Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli BML kanali obunachilari. Bugungi mavzuyimiz video darslik emas, aksincha metodikalar haqida gaplashib o'tamiz. Biz quyidagi savollarga javob beramiz. Xo'p, test o'zi nima? Test bu biz adabiyotlarda o'rgangan bilimimizni sinash maqsadida tuzilgan bitta savollar varaqasi. Ya'ni savol deb tushunsak bo'ladi. Bilamiz, 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan biologiya adabiyotlarimiz bor, yangi va eski kitoblar. Va mana shu kitoblar asosida savollar tuziladi. Testda asosiy narsa ma'lumotlar qanchaga bir-biriga bog'langanligi va mavzu qanchalik puxta o'rganganligi sinadi. Misol uchun, bakteriya mavzusi bizni 5-sinfimizda, 7-sinf, 5-sinf kitobimizda, 8-sinf kitobimizda, 9, 10, 11-kitoblar, 11-sinf kitoblarda qisman takrorlanib o'tgan. Va mana shu u yoqdan kabi ma'lumotlarni berib qo'ygan-da. Misol uchun, markerda deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu bitta bakteriyaning ma'lumoti, bu ikkinchi bakteriyaning ma'lumoti, bu uchinchi bakteriyaning ma'lumoti. Chachib olgan kitoblarda. Bu 9-sinfda bittasi, 8-sinfda bittasi, 11-sinfda. Biz mana shularni bir-biriga bog'lab olib, umumiy bitta baza shakllantirib olishimiz kerak. Va shu asosida testlarni bemalol cho'chimasdan ishlasak bo'ladi. Xo'p, testni tez analiz qilish metodikasi qanaqa? Testni analiz qilish paytida illyuminatsiya metodikasi. Misol uchun, ABCD variantlar bo'ladi. ABCD variantlarda bir xil raqam takrorlanishi mumkin. Misol uchun terilgan savollar. Hammasida bir variant bor. Birni ko'rmaylik, bir tekshiramizmi, tekshirmaymizmi, baribir to'g'ri bo'ladi. Tafovutlarni qaraymiz. Misol uchun 2-3 ta tafovut qilishi mumkin. Mana shu tafovutlarda ma'lumotlarni o'qitib chiqarib olishimiz mumkin. Keyingi teradigan ko'p savollarni o'zimning metodikam bo'yicha A varianti hech qachon tekshirmayman. Doim C dan yoki D dan boshqalar savol tuzaman, tekshiraman. Chunki men o'zimdan test savol tuzayotgan paytimda teradigan savol kelib qoladigan bo'lsa, hech qachon A variantga qo'yib qo'ymayman juda ko'plab holatlarda. Sababi hamma birinchi A variantdan qiladi va tez ishlab qo'yish mumkin. Milliy sertifikatdagilarning asosiy maqsadi nima? Abituriyent vaqtini cho'zish va maksimal darajada yiqitish bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga teradigan savollarni sirasidan boshlaydi va farqlar asosida chiqarib yuboringlar. Va shunda tezroq analiz bo'ladi. Keyingisi, testlarni analiz qilishda yana bitta kelib bo'ladigan narsa bu ma'lumotlarni zanjirlash. Misol uchun, bakteriya haqida gapirib o'tadigan yana mavzudan chetlashmaymiz. Testda kelishi mumkin. Bakteriyalarga xos bo'lgan sitologik ma'lumotlarni to'g'ri belgilang. Bitta ma'lumot. Yo'g'ida pseudomonasga xos sitologik ma'lumotni belgilang. Ikkinchi ma'lumot ketdi. Uchinchisi, genlar to'xtovsiz ishlab turadigan organizmlarga xos sitologik ma'lumotlarni aniqlang. Uchalasi ham bitta narsa, bakteriya haqida gap ketyapti. Mana shu narsalarni biz tushunib olishimiz kerak. Bakteriyaning xillari qaysi? Bakteriyalarning asosiy faktorlari nima? Bakteriyalar bilamiz bu prokaryotlar. Ularning evkaryotlardan farqi nima? Shu narsalarni tushunib olishimiz kerak. Ya'ni ma'lumotlarni umumiylashtirib olishimiz kerak. Va shuning asosida bemalol testlarni analiz qilib ketishimiz mumkin. Keyingi foydali test kitoblar. Men oxirgi marta 2 yil yoki 2,5 yil avval milliy sertifikatga kirgan bo'lsam, test natijadan kredit chiqqanda, boshida abituriyentlik paytimda, birinchi abituriyentlik bo'lib o'qiyotgan paytimda va menda ikkinchi sertifikat uchun 6 oy vaqt bo'lgan. Qanday qilib men testni kuchaytirishim mumkin edi? Turli xil texnikalarni qilib ko'rganman, foyda bo'lmagan. Va hozirda adashmasam 33 taga yaqin biologiya test kitoblarini ishladim. Va shulardan menga eng yordam bergan 4 tasi bor. Birinchisi Umidjon Karimov biologiya milliy sertifikat kitobi, Qoya milliy sertifikat kitobi, Dominant biologiya milliy sertifikat kitobi va bundan tashqari Renaissance biologiya milliy sertifikat kitobi. Hammasi milliy sertifikat kitobi. Men DTMga oid test kitob deyarli ishlamaganman. Sababi milliy sertifikatda ishlagan odam bemalol DTM imtihonlarida, savollarda cho'chimasdan ishlashi mumkin. Ehtimolligi juda ham katta. Va shu tariqa menga mana shu kitoblar anchagina yordam bergan. Bu kitoblarni nima qilamiz? Endi misol uchun test 6 dan 15 dan 16 ta chiqayotgan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak? Bitta variantni ochamiz, 32 ta savol bo'ladi, bilamiz milliy sertifikatda. Nazariy savollarni ko'ryapmiz. Birinchi savolda bakteriyalarga xos ma'lumotni aniqlang. A javobda bakteriyalar bular evkaryot organizmlar hisoblanadi deb qo'ygan. Tez o'chiramiz, yozib qo'yamiz oldiga. Nimaga A javobni o'chirib oldik? Sababi A javobda yozib qo'yasizlar. Misol uchun A javobni o'chirib oldim. Deb kichkina qilib stikerga saqlab qo'yinglar. Sababi bakteriyalar prokaryot, lekin bu javobda evkaryot deb yozib qo'ygan. Shuni hisobiga javobni chiqarib oldim. A ketdi. B javobda B javob nimaga to'g'riligini yozinglar. C javob nimaga xatoligini izohlab qo'yinglar. Va D javobda nimaga xatoligini izohlab qo'yinglar. Ya'ni
inson qanchalik ko'p yozma analiz qiladigan bo'lsa, shuncha miyada nima deydi, xotirada qolish ehtimolligi juda yuqori. Ya'ni biz oddiy o'qiganimizdagi ma'lumot bilan yozgandagi ma'lumotni qolish protsenti, qolish ehtimoli juda ham katta farq qiladi. Shu hisobiga bitta variantni ashaqa analiz qilinglar. Ikkinchi variantni esa analiz qilmasdan yozinglar. Uchinchi variantni yana analiz qilinglar. To'rtinchi variantni yana analiz qilinglar. Shu tariqa ma'lumotlarni kitobdan ochishga erinmanglar. Doim ochib, bitta ko'rib chiqinglar. Keyin vaqtni qo'yinglar. Misol uchun 20 minut vaqt mo'ljalladinglar. 32 ta savolga yoki 30 minut boshladinglar va 30 daqiqaning ichida nechta savol ishladi? Yoki hammasini ishlagan bo'lsa-da, kitoblarni tekshiringlar. 30 daqiqaning ichida 32 ta savolda nechta xato qildim? Asosan qaysi kitobda xato qildim? Va mana shu analiz qiladigan bo'lsangiz, muammo qaysi kitobdanligini bilib olasizlar. Misol uchun 8-sinfda ko'p muammo bormi? Buyrak mavzusini ochinglar yoki nimadir qilib turib yozma konspekt qilib olinglar. Keyingisi Feymin texnikasi degan narsa bor. Feymin texnikasi bu qanaqangi adabiyot o'qiysizlar, tarixmi, biologiyami, kimyomi, har qanday nazariy kitob o'qishda yordam beradigan texnika hisoblanadi. Bu Feymin texnikasi. Misol uchun men evkaryotlar mavzusini o'qidim. Evkaryotlar bular yadro shakllangan organizmlar bo'lib, bularda yadro mavjud bo'ladi va genlar histologik qismlar bilan kompleks hosil qiladi. Ya'ni ma'lumotni o'qib ketyapmiz, bir-ikki marta o'qiymiz, keyinchalik domlani savol javob qilganda esimizdan chiqib qolishi mumkin. Feymin texnikasi qanaqa? Misol uchun tasavvur qiling, oldimda 5 yoshli bola o'tiribdi. 5 yoshli bola hech nimani tushunmaydi. Mendagi asosiy yuk evkaryotni tushuntirib berishim kerak. Evkaryotni tushuntiraman va evkaryot mana ekan esa hali bola anqayib turadi, tushunmaydi. Ya'ni biz vizual holatimizni kuchaytirishimiz kerak. Feymin texnikasiga asosan biz o'qigan mavzuni xuddi yosh bolaga tushuntirgandek tushuntirib beramiz. Misol uchun gipotezalar mavzusini oladigan bo'lsak, gipoteza aytishim mumkin. Bu gipotezalar 3 xil bo'ladi: simbioz, imaginatsiya, ko'pgina nomli gipoteza. Simbioz gipotezada ikkita prokaryot o'zaro simbioz hayot kechirish natijasida evkaryot chiqib keladi. Haligi bola anqayib turadi, tushungan. Men Feymin texnikasi asosida qanday tushuntiraman? Qarang uka, Feymin texnikasi asosida mana qanday tushuntiraman. Sizga hozir gipoteza mavzusini o'tib beraman. Tasavvur qiling, ikkita nima deydi, aholi deylik. Bitta odam juda ham bor, ikkinchisi kambag'al. Bittasini oldiga keladi. Aka, iltimos yordam bering, meni uyimda hech nima qolmabdi, uyim yo'q, menga jiddiy yordam bering, mana shu uyda xizmat qilaman deydi. Haligi boy prokaryot aytadi, ha, uka deb ikkinchi kambag'al prokaryotni kirgizadi. Natijada haligi boy prokaryot uyida ikkinchi prokaryot yashaydi. Va natijada haligi odam yanada badavlatlashadi. Sababi uni xizmatkori bor. Shuni hisobiga evkaryot degan maqom qo'yib oladi o'ziga. Nimaga evkaryotsan desa, chunki men yana bitta prokaryot bor deydi. Oradan yana maqtal o'tadi, keyin prokaryot menga ishing yoqmayapti. Keyin undan ko'ra menda yana bitta asosiy ishimni bajarib ber dedi. Bo'pti, sizga nima qilib beradi desa, "Davay, sen mitoxondriya bo'lib ber" dedi. Bo'pti desa, keyin mitoxondriya vazifasini bajaradi. Keyin yana bittasi keladi, "Aka, men nima qiladi?" dedi. Ya'ni sen bo'pti xloroplast bo'lib ber dedi. Xloroplast bo'lib ber. Shu tariqa haligilar sekin prokaryot iltimos qilib kelib, darajasini oshirib beradi. Ya'ni bundan asosiy maqsad nima? Oldinda yosh bola turibdi. Yosh bolaga nima qilsa, erta yoki hikoyaviy narsa qilsa. Qanaqa mavzu o'qishinglardan qat'iy nazar, albatta bir marta o'zingizga so'zlab, ikkinchi marta mana shu Feymin texnikasi asosida tushuntiringlar. Ya'ni Feyminning mohiyati o'qigan mavzuyimizni xuddi 5 yoshli bola o'tirgandaqa sodda qilib tushuntirish. Inson qanchalik sodda qilib tushuntiradigan bo'lsa, xuddi shundan o'zining miyasiga singib qoladi. Shuningdek, Feymin texnikasi shu. Eng zo'r texnikalardan bittasi, hattoki pomidor texnikasidan ham eng zo'rlaridan bittasi. Pomidor unchalik emas. Feymin texnikasi menga juda ham katta yordam beradi. Shuni hisobiga sizlarga Feymin texnikasidan maslahat beraman. Bu haqida yanada bitta aniqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, dedan 30 ishlasa bo'ladi. Xo'p, nafaqat dedan, hattoki milliy sertifikatlarda 100% natija qilsa bo'ladimi degan savol bor. Endi bitta narsani tushunishimiz kerak. Milliy sertifikat imtihonida, DTM imtihonlarida gigant mavzular bo'ladi. Misol uchun oila, qon aylanish, buyrak, filogenez, allogenez, katagenezlar. Ya'ni bular 90%, 100% holatlarda doimiy ravishda takrorlanadi. Va ko'p abituriyentlar yiqiladi. Ular nima qiladi? Bitta savol yiqildi, bo'ldi deb tashlab ketaveradi. Yana ashini duch keladi. Yana xato qiladi. Shu tariqa haliga 30 ishlatsang, nima deydi? Koeffitsiyenti pasayib ketadi. Nima qilish kerak? Men Telegram kanalimizga mana shu eng gigant mavzularni tashlab qo'yaman. Bu mavzularni puxta o'zlashtirilgan abituriyent yoki bitta testini yuqori ishlash xohlagan odam mana shu mavzularni zo'r qilib olsa, ham savol javobda, ham biologiyani bilimini mustahkamlashda, hamda testini 30 ta ishlashga bo'lgan 30 ta ishlash ehtimoli juda ham ortadi. Sababi
Sertifikat savollarining juda ham ko'plari mana shu mavzular asosida bog'lanadi. Hech qachon zalogani o'zidan savol berish ehtimoli juda ham kamda. Doim feelingizga bog'lab beradi. Yoki botanika kitobidagi meva, gul, urug'lar oladigan bo'lsak, bularning hammasini oila mavzusiga bog'lab beradi. Shu tariqa mana shu mavzularni puxta o'zlashtirgan abituriyent keyinchalik test ishlaydigan bo'lsa, bemalol savollarni bog'lab testni cho'tki ishlasa bo'ladi. Xo'p, vaqtni to'g'ri taqsimlash qanaqa? Vaqtni to'g'ri taqsimlashda, misol uchun, test varaqasini beradi deb tasavvur qilaylik. Mana test varaqasi. Hamma xatoliklar tekshirib oladigan mana qilib ochib tekshirib o'tiradi. Hech qachon test varaqasi xatoli chiqmaydi. Chiqsa ham ular o'zi oldindan bilib almashtirib qo'yishadi. Ularga ham qattiq nazorat ostida turiladi. Shuni hisobga test varaqasini ber. Ochyapsizlar. Mana qilay menda xato yo'qmikin desanglar vaqtinglar yeyiladi. Nima qilasizlar? Bitta savol ochiladi. Necha kishilar ko'rinib, ma'lum men biladigan savol bor ekan deb turib, savolni eslab qolinglar. Misol uchun, o'simliklar bilan hayvonlarni sitalogik jihatdan farqini aniqlang. Bo'ldi, varaqlarni yopib beradi. Bitta yopasa, bitta qo'yasiz. Yo'q o'ylaysan, miyalar analiz ketyapti. Xo'p, 13-savolda o'simlik bilan hayvonni hujayra jihatdan farqini so'ragan, lekin hujayrani sitologiya deb bergan. Ha, demak bu yerda atama ketyapti deb bitta uradi. Xo'p, endi o'simliklarda nimalar bor edi? Hujayra qo'baq qalinligi, xloroplast bor edi. Mana narsalar bor edi. Hayvonlarda mana bor edi. Ularning farqi shunaqa holatlar sizlar. Agar abituriyentlar nazoratchilar nimadirlar deguncha sizlar bu bitta savolni analiz qilib bo'ldinglar. Start berilgandan keyin 13-savolni bitta ochasizlar. Bitta qarasanglar, ana shu miyalarda analiz qilgan narsa variantlarda turgan bo'ladi. Shundan keyin javoblarni bitta o'chirib turib, bemalol uzog'i 10 yoki 15 sekund ichida bitta savolni ishlaysizlar. Agarda burchagidan keladigan bo'lsalaringiz qilib qo'rasizlar, voy bu sitologiya nima edi endi, o'smingda nima bor ekan, qayerda beruvdik degan narsa o'ylab qolmaslik maqsadida testda bitta savolni o'qib turib, oldindan analiz qilib turish kerak. Detaydan xuddi shunaqa holat bo'ladi. Misol uchun oson, qiyin yoki o'rta savollar bo'ladi. Oson savollarda birinchi ishlab olaylik. Qiyin savolni ishlab olganingizdan keyin любой odamda motivatsiyasi so'lib ketadi. Voy, shuncha o'qiganlarim nima bo'ldi ekan? Shuncha tayinlanuvdi man deysizlar. Lekin mana oson savollar borligini bilmaysizlar. Shuni hisobiga oson savollarni bitta ochasizlar, o'sha o'zingizga bo'lgan san'atsanga ortadi. Voy, men so'rishlarni hozir 30 dan 12 chasini to'g'ri ishlab beradi. Mana endi 18 ta bor ekan ularga jichcha qiynalsam, ya'ni jichcha sabr qilib ishlaydigan bo'lsa, bemalol topib olaman degan narsa bo'lishi kerak-da. Maksimal darajada tavakkal qilayotgandan 50-50 yokida 70-30 holatda chiqaringlar. Shunda to'g'ri chiqish ehtimolligi ham bor. Endi qiyin savollarda S kalitdan yokida D kalitda analiz qilaman men. Hech qachon A variantdan B variantdan analiz qilib ketmayman. Chunki u yerda analiz qiladigan bo'lsa, javoblar tezda chiqib qoladi. Chunki hech qachon 5-6 marta A bittada kelishi mumkin emas, yoki B 5-6 marta ketma-ket kelishi mumkin emas. Doim S, A, D, B shunaqa aralash holatga keladi. Shuni hisobiga birinchi savolda B dan tahlil qilinglar, uchinchi savolda D dan tahlil qilinglar. To'rtinchi savolda A dan tahlil qilinglar. Shu tariqa javoblarni topib olish ehtimolida juda ham tez pishadi. Xo'p, vaqtni to'g'ri taqsimlash haqida gaplashib o'tdik. Endi milliy sertifikat bilan detayli farqi. Milliy sertifikatda savollar mujmal tuziladi. Qanaqa ma'noda mujmal? Ya'ni kitobda 7-sinfda bergan ma'lumotni 11-sinfga, 10-sinfga bog'lab oladi. Ya'ni 2-3 ta kitob bog'lanib ketadi bitta savolda. Detayli bo'ladigan bo'lsa unaqa emas. Oddiy savollar berib qo'yadi va shu tariqa bitta joydan beriladi. Shuni hisobiga milliy sertifikatni zo'r ishlagan odam detayli yaxshi ishlaydi. Xo'p, sizlarga asosiy beradigan maslahatlar nima? Xotirani kuchaytirishda karta metodikasi bor. Ya'ni kartalarni olib turib o'zingizlar yodlaylik. Misol uchun 10 ta kartani bir chekkadan terib chiqdinglar, har xil kartalar. O'zingizlarga 30 sekund beringlar, eslab qolinglar va ash kartalar bir chekkadan terib chiqinglar. Yoki vaqtinglar bo'lmaydigan bo'lsa, ertalab turasizlar yoki dars qilishingizdan avval yaxshilab miyalarni bitta joyga qo'yib olib, oldingizga choylarni damlab, bemalol o'zingizlarga komfort muhit yaratib olib, bitta nuqtani chizinglar va ana shu nuqtaga qarab, o'sha 1 daqiqa beringlar o'zingizlarga, haligi xayolingizda faqatgina nuqtada bo'lsin. Misol uchun mana aytmoqchi bo'lganim, misol uchun men dars qilishga keldim, sekin o'tiryapman. Bitta nuqta chizdim. 1 minut qimirlamasdan faqat mana shu nuqtaga qarang. Hech nimani o'ylamang. Va mana shu bizni diqqatimizni oshirib beradi. Endi test ishlashayotganda oldimizda ortiqcha narsalarni yo'qishtirib olish kerak-da. Chunki juda ham chalg'ituvchi omillar ko'p. 32 ta savol bo'ladigan bo'lsa, misol uchun milliy sertifikat test kitobini ochdim. 32 ta savolga bitta 30 sekundlik taymer qo'ydim. Taymer qo'ygandan keyin taymer ketyapti. Taymer vaqti tugagandan keyin tiyildi.
Tiyilgandan keyin qarasizlar, ular 32 tadan 28 ta ishlatdi. Demak, men tezroq analiz qilishim kerak. Qani mana shu 28 tada nechta xato qildim? Ha, 14 ta xato qildim. Voy, qaysi kitoblardan ekan deb turib, haligilarni analiz qilib ketinglar. Nimaga 3-savolda xato qildim? Chunki mana qanaqa joyda xato qilganman deb. Misol uchun 3-savol oila mavzusida xato qildik, ra'nodoshlarda. Mana shu ra'nodoshlar oilasini ochib, katta qilib, misol uchun tobulg'i qaysi oila degan savol yiqilib qoldi. Ash tobulg'ini ra'nodoshligini javobdan bildik. 6-sinf botanika kitobimizni ochib turib, ana shu ra'nodoshlardagi tobulg'iga katta qilib dumaloqqa olib, test deb yozib qo'yiladi. Sababi, keyingi marta mana shu kitobni pastor qilayotgan paytinglarda haligi tobulg'iga test chizib qo'ygansizlar, o'sha miyaga bo'ladi. Ha, mana shunda testda yiqilganman, ha, iflos, endi yaxshiroq qabul olishim kerak ekan degan narsa shakllanadi. Va shu tariqa bemalol testlaringlarni tezroq analiz qilib ketishingiz mumkin. Xo'p, ferment texnikasi haqida, testlarni analiz qilish haqida aytib o'tdim. Endi men o'zimning Telegram kanalimizga gigant mavzular haqida gigant mavzular bir chekkadan kelgan 5-sinf bo'yicha, 6-sinf, 7-sinf, 8-9 va hokazo sinf kitoblari bo'yicha kelgan mavzularni joylab qo'yaman. Va shu tariqa mana shu mavzularni chuqur o'zlashtirib olishingiz mumkin. Shunaqa texnikalar bor. Endi yana yangiliklar bo'ladigan bo'lsa albatta aytamiz va bundan buyog'iga amaliy jihatdan test ishlash metodikalarini ham tushuntirib olamiz. Endi bu asosiy mavzuyimiz. Bugungi video mana shu nazariy bilimni shakllantirib olamiz. Endi nazariy yaxshi qilganimizdan keyin endi amaliyda buni isbotlab berishga harakat qilamiz. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlardan Biobank kanali bo'ldi.